Eng katta qizingiz Tamini nimaga videolarda ko'rmaganmiz, rasmlarini ham ko'rmaganmiz deb ko'pchilik so'rabdi. Mana bu Tamini tug'ilgan kunidan video lavhalar oldingi ko'rib turibsizlar, singlisini juda ham yaxshi ko'radi. U singlisiz umuman tura olmaydi. Men bilan birgalikda Ranaxonni katta qildi. Shunchaki hozir 18 yosh bo'lganligi sababli rasmga ham hatto tushmaydi. Biz bilan birgalikda biror joyga borgisi ham kelmaydi. Bu o'tish davri deb bildik va albatta ozgina katta bo'lgandan keyin ancha o'zgarib qoladi degan fikrda biz. Lekin singlisini juda ham yaxshi ko'radi. Mani 3 ta oltin qalbli qizlarim biri-biriga mehribon, biri-birini juda ham qadrlaydi. Men bu narsadan hech ham xavotir olmayman. Bu bo'lsa, bu Ranaxonni juda sho'xligidan dalolat beruvchi video. Buni ham topib oldim. Ko'rib turibsizlar, menga ham yetmaydi. Ranaxon biror nima bo'lsa, singillari, ya'ni opalari o'zlari yig'ib sarishta qilib olishadi. Sochlariga mana bunaqa narsani yopishtirib olan, uni endi qaynoq suvda biza yuvib oldik. Oldingi videosi juda ham sho'x Ranaxon. Ko'rib turganingizdek, opasiga bir ham erkalanadi, bir ham ko'ngliga qaraydi. Tami ikkala singlisini ham ko'ngliga qaraydi, har taraflama himoya qiladi va to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Shuning uchun ham juda ham hurmatga sazovor qiz deb o'ylayman. Kelajakda ikkala katta qizim ham onasini tanlaymi yoki bizni tanlaymi, buning hech qanday ahamiyati yo'q. Faqat singlisiga mehribon va yaxshi ko'rsatadi.